Qadrdonlar Yevropaga qurilishga deb bizni aldab chaqirib olishib, qarang, snow choptirib yurishibdi. Assalomu alaykum qadrdonlar. Hammaga xayrli kun. Sizlar bilan doimgidek usta tog'alar, aniqrog'i Yevropadan salomlar. Videoni boshida ozgina hazillashdik, chunki hali videoni boshiga qiziqroq narsa qo'yaylik deb turib, hali prosmotr, tomoshabinlar ko'paysin deb hazillashdik. Bizni taniganlar biladi. Obunachilarimiz asosan biz O'zbekistonda ustachilik yo'nalishida ish qilamiz. Qurilishlarni obzor qilamiz doim. Foydali videolar chiqarib boramiz. Juda ko'p obunachilarimiz so'radi, Yevropada nima ishlar qilyapsiz, qanaqa joylarda yuribsiz dedi. Biz Montenegro degan davlatga kelganmiz. Bu yerda Montenegro deyilar ekan, o'zimizda Chernogoriya deyilar ekan. Bu yerda Chernogoriya desak, ko'pchilik Montenegro deyishar ekan. Shunaqa. Bu joyga biz ustachilik, g'ish urib, beton quyib, karkas to'qib, shu qurilishni jamiki ishini kelganmiz. Qurilishlardan video qilib olib chiqing, qayerda yashayapsiz, qanaqa joylar ekan, sharoitlari qanaqa deb juda ko'pchiliklar so'raganligi uchun biz birinchi Montenegroni Podgorica degan poytaxtiga bordik. Juda dengiz bo'ylari, juda chiroyli joylar edi. Men o'sha dengiz bo'yidan video qilgani to'g'risi xijolat bo'ldim, chunki o'zi umrimda birinchi marta Yevropaga chiqyapman. Yevropaga kelib bu maqtanyapti deyishmasin deb video olmadim to'g'risi. Rosa chiroyli joylarda bir 10 kun yashadik. Shahardagi ishlarni tugatib bu joyga keldik. Biz hozir turgan joyimiz Plevia degan shaharchasiga kelganmiz. Bu joyimiz o'zi Montenegro shahar davlatimiz o'zi ko'rinishi juda kichkina joy ekan. Asosan bu yerda tirikchiligi haligi nima deydi? Turizm, o'sha dam oladigan joylari ko'p ekanda. Endi bizda Shahmardon bor, nima deydi? Zomin bor, xuddi shunaqa joylar ekan. Butun Yevropadan ko'chib kelib, bir dona zavod yo'q ekan, hattoki havolari juda toza ekan. Deganimki, o'sha butun Yevropadan kelib, mana shu yerda dam olib, aylanib ketishar ekan. Montenegro shaharchasida ba'zi bir joylarida qish umuman bo'lmas ekan. -gradus bo'lmas ekan. Biz turgan joylarda qish bo'lar ekan, sovuqroq. Bu joylarda asosan qurilishlari issiq kunlari bo'lar ekan. Hozir yozda turibmiz, lekin mana shu bitta futbolkachadan kechki payt sovqotasiz, sportivka kiyib olasiz. Sovuq joylar. Yana nima deyim? Shunaqa, o'sha dengiz bo'ylaridan olmadim video. Mana shu qish o'zimizni sharoitni videosini olay dedim. Manzarani ko'rsatib qo'ying-da birinchi. Juda chiroyli joylar. Bu yerda endi yashasangiz maza qilasiz. Havosi juda toza havo ekan. Mana shu joyda turib, biz shaharchasidan 20 kilometr pastda kvartiraga kvartira emas, kottej forma xonadonga joylashdik. Bu yerda asosan dam olib, o'zi shaharliklar dam olgan uy qurib qo'yar ekan. Ashitga kelib yashab, yozda issiq kunlari dam olib ketishar ekan. Shu joyda qoldik. 15 kilometr yoki 20 kilometr masofaga mashinada olib keladi. Biz ashitda ishlaymiz. Bugun dam oldik. Shuning uchun bir video obzor qilib qo'yaylik dedik. Shunaqa hozir turgan joyimiz ana shu qirlarda ag'i Serbiya ekan. Bu Montenegro shahri Italiyaga, Xorvatiyaga, Bolgariyaga ham chegaradosh davlat ekan. O'zbekistondan 13 barobar kichkina joy ekan. Aholisi 620 mingta xolos. Tirikchiligini aytdik. Turizm. Faqat dam olgani kelganda o'sha turizm orqali pul topilar ekanda, tirikchiligi shu ekan. Shunaqa kottejlar qurilar ekan, siz dam olgani kelsangiz o'sha kottejlarda qolib, pulini to'lab, dam olib ketaverar ekansiz. Zavodlari ham juda kam ekan. Lekin odamgarchiliklari aholisi kamligigami, lekin qaysi xonadonga borib ishlasangiz ham o aholi uyda egasi deb qo'yaylik. Uy egalari juda yaxshi insonlar ekan. Haligi 5 mahal kofe damlab chiqadi. Xohlasangiz kola, xohlasangiz fanta olib chiqib beradi. Har 10 minut, 20 minutda. Endi ularga o'zi majburiyati yo'q. Bizni hamma yo'g'imizni prarab olib beradi. Lekin o'shanda ham odamlar yaxshilik uchun so'rab choy, kofe
bir narsalar damlab chiqib beradi, ko'nglingizga qaraydi. Bizni turgan kvartiramizni ham ko'rsatib qo'ying. O'sha joydamiz. Xo'p, baytlarda gaz yo'q, hammasi tok bilan rivojlangan. Asha 3 etajli kvartirada turibmiz. Biz eng yuqorisidamiz. Pastda yana surxondaryolik zemlaylarimiz bor. Biz 9 kishi mana shu yerda 10 ga 22 joy qurilishini boshlaganmiz shaharchasida. Endi oldin qurilishlarini video qilib chiqing deyishganligi uchun to'g'risi qurilishda olmadim. Birinchi haligi yotoq joyimiz, kelgan joylarimizni ko'rsataylik deb shu videoni olyapmiz. Bizni xudo xolasa Usta tog'alar kanalini kuzatishda davom etinglar. Endi xudo xolasa oldin mana shu Yevropaga moslashib, birinchi o'rinda avvalo xudo sog'ligimiz yaxshi bo'lib tursa, 1 yil ishlab ketmoqchimiz. Dokumentlarga keladigan bo'lsak, o'sha O'zbekistondan viza orqali keldik. Mana shu yerda endi 1 yil dokument qilib olsak, 1 yil ishlab O'zbekistonga boramiz. Endi bu yerda 1 yil faqat ishlamaylik-ku, o'sha ijtimoiy tarmoqda ham qo'limizdan kelgancha yurgizaylik. Yana bir bor aytaman, avvalo xudo sog'ligimiz yaxshi bo'lib tursa, xudo xolasa, Xudoyim kuch-quvvat berib tursa, 1 yil mana shu yerda mehnat qilib, xudo xolasa, uyga pullar jo'natib, ishlagani keldik-da. O'zbekistonda ham bilasizlar, biz qurilishda yaxshi ishlar qilib kelganmiz, yaxshi pul topamiz. Endi bu yerda ham xudo xolasa shu qo'limizdan kelgancha ustachilik qilgani, ishlagani kelganmiz. Bizni kuzatishda davom etinglar, xudo xolasa. Endi musofirchilikka juda kam chiqqanmiz. Oldingi videolarda ham aytganman. Men doim musofirlarni 100% hurmat qilib kelganman. Bundan bag'in o'zim musofirga chiqdimmi? Musofirchilik qiyin, chunki farzandlaringizdan uzoqda yurasiz, ota-onangizdan uzoqda yurasiz. Shuning uchun hozirgi kunda musofirlarga 200 barobar hurmatim oshgan. Chunki o'zim ham musofirda yuribman. Bu yerda sharoitlari zo'r, pullari zo'r bo'lgani bilan baribir farzandlaringiz, ota-onangiz oldida yashaganingiz baribir boshqa. Doim aytib kelganmiz. Chunki ko'p insonlar iloji yo'qligidan yaxshi pul topib, farzandlarim yaxshi yashasin. Maqsad hamma musofir deylardi, yaxshi ishlab, pul topib, oilam yaxshi yashasin deb chet elga ishlagani chiqadi. O'zidan o'zi hech qaysi inson chiqmaydi. Shuni ham aytib qo'yay. Xudo xolasa bizni doim kuzatishda davom etinglar. Keyingi videolarimiz endi xudo xolasa Yevropani qurilishlari haqida bo'ladi. Misol, dastavchi qancha pul topadi, g'ishuruvchi qancha pul topadi, gipsakardonchi qancha pul topadi. Shular bilan birma-bir sizlarni, xullas Yevropa oyliklari, qurilishlari haqida video olishga qaror qildik. Bizni doim kuzatib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Joninglar sog' bo'lsin. Bizni qaysi joydan ko'rayotgan bo'lsalaringiz ham hammalaringizni Allohim kuch-quvvat bersin. Birinchi o'rinda sog'liklaring yaxshi bo'lsin. Shu. Doimo sog' salomat bo'linglar. Joninglar sog' bo'lsin.